Assalomu alaykum qadrdon mijozlarimiz. Yangi obyektimizga kelib, yangi xonadonimizga mana gilam solish jarayoni. Bu daroshkamiz, daroshka elektrosul, metrajli 4 metrli. Bu xonani ko'rsatadigan spalnigimiz. Bu spalnigimiz o'zini doshcha qildik, yuganda hamma gilam kirishadi. Bu o'zi qalin gilam. Xo'p keling-da. Mana chekkalar ko'jaga bo'ladi, orqa to'qirishlar zich, yorsi ham o'ta baland mana qalin. Xo'p, bu xonani ko'rsataylik. Bu xona ham spalni, bu ham eng qalinidan bo'libdi mana. O'rsa birlosdan baland, qalinligi ancha qalin. Orqa to'qimlari o'ta mayin zich to'qilgan. Va xonasi o'ta go'zal chiqdi. Ko'rsating. Endi mana mehmonxonamizni ko'rsating. Pauza yo'q bunda. Mana bu xolasa mehmonxonamiz endi. Mehmonxonamiz 355 yilga 3 metrli soldi. 2 yonda 2,5 sentr ochiq qoldirdi. Bo'yiga 5,90 6 metrli gilam soldi. Atechento xonani ham ko'rsatdi. Atechento remontlarimizga ham xolasa juda go'zal chiqdi. Like bosib qo'llab-quvvatlashni xolasa astag'fir bo'linglar. Qadrdonlarimiz, sizlar uchun ham shunaqa xizmatlarimiz bo'ladi. Xolasa keyingi safar sizning xonadoningizda shu xizmatlarimiz bo'ladi.